Assalomu alaykum barchaga. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Sizlar bilan Mayraxon. Nimaga bunaqa video qilyapti? Chunki inshaalloh agar hammasi yaxshi bo'lsa, pagoda bilan to 2 soatlarda где-то men Toshkentda bo'laman. Birinchi marotaba. Shunga bu videoni esdalikka qoldirish istadim, поэтому video qilyapman. Nimaga Toshkentga boryapman? Qish o'rtasida, chunki nasib ertaga Rayhon Ganiyevani konserti 23 yanvar kuni. O'sha konsertga ataylab boshlandi. Xullas, shu bilan Toshkentda ko'rishguncha. Toshkent qor bilan kutib oldi. O'tgan haftadagina hamma joyda sovuq bo'lganda, Toshkentda +16 gradus bo'lgan edi. Men kelganda qor yog'irsa bo'ladimi? Aytmoqchi, bron qilayotganimda apartament oddiy JK bo'lsa kerak deb o'ylagandim, lekin оказывается bu 52 qavatli Toshkentdagi eng baland neboskrob ekan. Nomi Nestovan. 48-etajda panoramna смотровая plashatkasi bor ekan, Toshkentni tomosha qilishga. Va menga eng yoqqani Drujba Narodovga va Toshkent City Mallga juda ham yaqin ekan. Joylashgan paytim qor yog'ib turganda, o'shaning uchun birinchi navbatda qayerga borishni bilmasdan Toshkent City Mallga kirgandim. Keyin menda bir зависимость borda, qora choy sut bilan ichmasam boshim og'riydi. Keyin qora choyga zakaz bergandim. Оказывается, Toshkentda hech kim unaqa choy ichmas ekan. To'g'risi, juda hayron qoldim. Hamma ichadi deb o'ylardim, nimagadir. Men aslida o'zbek kino so'ragandim, lekin bu qirg'izcha kino ekan. O'zbekchaga ozvochka qilingan. 2-3 marta namoz o'qiganman. Juma namozini. Хорошо, что qor tugadi. Soat 5:30. No, haliyam yorug'. Nerede? Qizlar video olishyapti, rasmga tushyapti. Voy. Bitta narsa aytaymi? Men O'zbekistonga, Toshkentga birinchi marotaba kelishimni hozir boshqacha tasavvur qilgandim. Ma'lumotlarni O'zbekistonga borsam, Toshkentga bemalol o'zbekcha gapiraman, bundan problema bo'lmaydi deb. Ammo to'g'risini aytsam, juda xato o'ylabman, chunki menda bir necha nima bo'ldi-da, imkoniyat bo'ldi o'zbekcha gaplashishga, lekin men qozoqcha yo ruscha gaplashib ketyapman-da, hech o'zbekcha gaplashishga duxim yetmayapti. Xullas, juda kulgim kelyapti. Voy, qarang, mana flagi chiqdi, bayrog'i O'zbekistonni. Qaranglar-da, ko'chada gullarga teplitsa qilib qo'yilgan ekan. Lekin ko'rinmayapti-chi, qanaqa gul? Har xil gullar ekan. Chiroq yoqib qo'yilgan. Yana. Bugun men umidim o'zgandim, to'g'risi havo yaxshi bo'lishiga, lekin juda chiroyli-ku, xuddi yangi yilda kirib keladigandek. Odamlar kuni kechagacha letniklarda o'tirgandek qaranglar. Keyin Komolon osh markaziga kirib plov yedik.
Menga plov juda yoqdi. Adashmasam, nomi Svadebniy. Четверг hamma plov yeydigan kun shekilli. Joy zo'rg'a topdim. Qozog'istondan borgan turistlar faqatgina Beshkazan nomli sentri ploviga borishadi. Bilmadim nimaga. Qaranglar-de, ayva ko'rib qoldim. Nimagadir shu meva bizada o'smaydi ham, sotilmaydi ham. Xayrli kun. Maylanishga chiqdim. Havoni qaranglar-de, qanaqa zo'r. Пока четких планов нет, lekin men maksimalni bugun ko'proq joyini aylanib ulgurishim kerak. Aytmoqchi, konsert bo'ladi bugun. 7 soat vaqtim bor ungacha. Birinchi navbatda Toshkent metrosiga o'tirib ko'rgim kelgandi. Chorsu bozoriga borish istadim. Meni hisobim bo'yicha 2 stansiyadan keyin tushishim kerak edi. Eng qo'rqqan narsam, adashdim bir necha marotaba. To'g'risi kartaga qarab hech narsa tushunmadim. Odamlardan so'ragandim. Aytishgandi 2 stansiyadan keyin tushasiz deb. Скорее всего, men 2 stansiyadan keyin tushib qolib, мне нужно было перейти на другую линию. Men unaqa qilmadim. Chorsu ko'rmagancha davom qildim. Nima bo'lsa ham Chorsu bozoriga adashib yetib keldim. Axiri keyin men Chorsu bozorini atrofida yurib ketvoribman, pavilyoniga kirmasdan. Chorsu bozoriga menimcha men ertaga qaytishga yaqinroq paytda kelsam to'g'riroq bo'lardi, chunki yana bir necha joyga bormoqchi bo'lganim uchun o'zim bilan juda ko'p narsa olib yura olmadim. Ertaga balki kelarman deb o'ylagandim, lekin qayoqda u bilan vaqt yetmadi. Bilasizlarmi, o'tgan yili bahor oyidan boshlab to kuzgacha har kuni Instagramdan Toshkentga turlar haqida videolar chiqaverardi-ku. Har ikkita videoni bittasi o'sha. Har safar o'sha videolarni ko'rganda Toshkentga rosa kelgim kelardi. Men aslida o'tgan yili avgust oyida 5 kunlik tur bilan kelmoqchi edim. Konsertni eshitib, yanvar oyiga kelishga qaror qildim. Aytmoqchi, mana bu rad juda ko'p Instagramdan chiqadi, ayniqsa mana bu qizil xonim sotadigan opa. O'sha tur firmalar часто turistlarni olib boradigan kelasi lokatsiya Magic City. Bu tematik park, juda ham chiroyli. Menimcha bu yerga odamlar ko'proq kechqurunlari kelsa kerak. Videolarni ko'rganman. Xuddi Disneylandga o'xshab juda ham chiroyli ko'rinadi. Lekin afsuski, men kechqurun kela olmayman bu yerga, chunki menda bugun Rayhonning konserti. Nasional park. Bu milliy bog'. Menimcha bu yerda suv qotmasa o'rdaklar nima qilib yurgan bo'lardi? Yuzib. Men qayta gullarni shunaqa videoga olaveribman. Masalan, men uchun qishda shunaqa rasteniyalarni yashil turishi juda непривычно-da. Bizda allaqachon kuz oyidayoq nobud bo'lib qolishadi. Voy, itday charchadim, to'g'risi bor-ku. Hozir yana 2 soatday dam olib, dальше konsertga tayyorlanamiz. Qay tarafda edi meniki? Men haligacha ishongim kelmaydi bor-ku, qora choy, sut bilan Toshkentda hech kim ichmasligiga. Qanaqa qilib? Aytmoqchi, boya Chorsu bozoridan men qizil xonim, ko'k somsa va sumalak olgandim. Lekin hozir yanvar, sumalakka rosa erta emasmi? Ko'k somsaga ham. Bu narsalar Navruzda qilinardi-yu. Men hayotimda hech ko'k somsa yeb ko'rmabman, lekin sumalakni bilaman. Keyin Chorsudan 2 kitob oldim. Birinchisi Zahiriddin Muhammad Boburnoma. Ikkinchisi Abdullo Qodiriyning Mehrobdan chayon kitobini. Boburnomani hali ham o'qib tugatmadim. Men uchun biroz qiyinroq kitob ekan. Keyin Chorsudan mana bunaqa bir necha suvenir oldim. Esdalikka. Qaranglar-da, qanaqa chiroyli. Konsertga yarim soat vaqt qoldi. Men kechikyapman. Odamlar ko'pligini qaranglar. Ko'ramizmi? Ertaroq chiqishim kerak edi-da.
Negadir kirdik. Lekin men qayerga kiraman? Tushunmadim. Наконец-то Дружба народовga kirdim. Million marta ko'rdim. Sen doim qadrlayman, o'zingni qadrlayman. Ko'zlarim senga esa ular dunyo rostdan, ular rostdan. Judayam sog'indim. Bu sahnani sog'indim. 733 kun. 733 kun men sizlarni ko'rmadim. Lekin
sevgi, bu havo, g'amxo'rlik. Shu bilan konsert ham tugadi. Telefonim zaryadi o'chdi. Bu meni Rayhonni ikkinchi marotaba ko'rishim. Bundan 9 yil oldin Almatada международный festival bo'lganda o'shanga kelgan edi Rayhon. O'shanda Rayhonni men judayam olisdan ko'rgandim. Menga bugungi konsert juda yoqdi, lekin oldin Rayhonni konsertlarida bir blok bo'lardi. O'zbekcha milliy qo'shiqlardan popurilar kuylardi. Bugun o'shanaqa qo'shiqlarni rosa kutgandim, lekin bo'lmadi. Keyin Gulga sira xushim yo'q degan bitta qo'shiq bor edi, o'shani ham kutgandim rosa. Nima bo'lsa ham bugun judayam xursandman. Necha yildan beri orzu qilardim shu kunni. Rayhonni solni konsertiga tushishni. Va nihoyat bugun o'sha orzuyim amalga oshdi. 48-etajdan vid. Tungi Toshkent. Juda chiroyli. Bu nima? Bu Humo Arena ko'rinib turibdimi yo'qmi? Mana bu. Bemahalda yana daydigani chiqdim. Men ujin qilmadim hali. Soat 10:30 bilmadim. Nima bu vaqtda qayerga borsa bo'ladi? Har bir odam masalan yo'lga chiqqanda, если даже это короткая поездка, baribir organizovat qiladi-yu, adreslarini topib, tam заведенияларni, men shu narsalar bilan shug'ullanishni biram yomon ko'raman borku. Вот shuni mana natijasi qayerga borishni ham bilmayman. Yolg'iz sayohat qilish juda yomon ekan, to'g'risi. Qo'rqinchlimi? Xullas, kecha ham biroz vaqtgacha yurdim shutlarda 12 gacha. Keyin bitta narsa xayolimga keldi-da. Вот я не помню, когда последний раз manda bemalol qat'gadir shoshilmasdan yurgani vaqtim bo'lgani esimda yo'q-da. Повезло. 12 gacha ishlarkan, поэтому
Bizda где-то час 15 есть. boshqa bunday imkon bo'lmaydi. Bilib qo'ying, xola. Bunday imkon boshqa bo'lmaydi. Toshkent juda katta ekan. U taraflarda tog' bor, hatto pastdan ko'rinmaydi. U o'tganda ko'rgan nima bo'lsa kerak. Xullas, bu taraf Bunyodkor stadioni bo'lsa kerak. Mana ой, очень страшно. Телебашня. Humo Arena. Juda chiroyli. Ola, bu masalada boshqa joyga boring. Voy Alisherjon, meni tanidingizmi? Mahalladan Karimaxon bo'laman. Ha, tushunibman, taniymiz. Qizingizni juda yaxshi bilaman, yoshligidan taniyman. Malik Qayumov, Komil Yormatov ismi tanish. Komil Yormatov nomidagi O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Dublyajda artistlardan Nabib G'aniyev, adashmasam bu Rayhonni dedushkasi bo'lsa kerak. Tohir va Zuhra film yaratilgan yil 1945. Janr tarixiy drama. Tak. Alisher Navoiy 47-yil. Mahallada Duduga film yaratilgan yil 60-yil. Manimcha o'sha filmdagi rekvizit bo'lsa kerak bu. O'tgan kunlar 69-yil. Janr drama. Bu rejissyor bo'lsa kerak. Kumush va Otabek o'tiribdi. O'zbek qizi, o'zbekcha. Men kecha ko'rdim bu kinoni. Juda zo'r olingan. Именно shu yer menga nimagadir Abay Tursunovni esga tushirdi. Olmatidagi shunaqa nima tanish. Bu Turkistonmi? Turkiston san'at saroyimi? Voy, qanaqa chiroyli. Suvni rangi. Nomi qanaqa bilmadim. Chiroyli ekan juda. Men bu yerda nimadir ko'rib qoldim. Bu shipovnikmi yo? Do'lanami? Shipovnik bunaqa bo'lmasa bo'lmaydi-yu. Bu shunaqami? Bu muzey. Amir Temur muzeyi bo'lsa kerak. Hozir bilamiz. Qiziq ishlarmikin bugun subota. Kirib ko'ramiz. Pastdan kirilar ekan. Ancha chiroyli.
Men bu muzeyni Amir Temur muzeyi deb o'ylasam, Temuridlar tarixi muzeyi ekan. Temuridlardan faqat Zahiriddin Muhammad Boburni bilaman ekan. Amir Temur haqida bir vaqtlar yoshligimda judayam ko'p o'qigandim. Menga bu inson juda qiziq bo'lgandi. Muzeyga kirishim bilan srazu bitta qo'shiq xayolimga keldi. Sevara Nazirxonni Ulug'imsan vatanim qo'shig'i. Bu qo'shiqni har bir matni, har bir so'zi tarix. Keyin yana bitta she'r bor edi. Rayhonni vatan degan qo'shig'ini boshida aytilgan. G'urbatda g'arib shodimon bo'lmas emish. El anga shafiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa, bulbulga tikondek oshiyon bo'lmas emish. Alisher Navoiy. Oshiyon bo'lolmas, chunki qafas asli bulbulga vatanmas. Hindistonda Ulu Mag'ul imperiyasini qurgan Zahiriddin Muhammad Bobur Taj Mahalni qurgan Shahjahanni prapradedi ekanini endi shu muzeyga kelib bildim. Ayollar yuzida Bibi xonam simosini ko'raman. Aytmoqchi, yaqinda ko'rib qoldim. Bizda aprel oyidan boshlab kinoteatrlarda Tamerlan nomli Amir Temur haqida film prokatga chiqarkan. После посещения музея menda сразу Samarqandga borish istagi kuchaydi-yu, Samarqandga borib mavzoleylarni o'z ko'zim bilan ko'rishni istardim. Boshqacha barabar Qo'qon, Toshkent, Samarqandning shevasi. Bechora ro'zalar boshqa davlatlarda qishda qanaqa ahvolda bo'lishini ko'rsataymi? Eski shahar degan joyga keldik. Bu joy haqida juda ko'p eshitganman. O'zbek kinolarida aytilardi, keyin qo'shiq ham bor shunaqa. Oxunguzar masjidi 1852-yil qurilgan. 2 asr bo'ladi. Nimagadir Toshkentda men azan ovozini eshitmadim. Shunaqa ko'chalarni topib yurgandim. Bu uylar kirib ketgan yerga eski bo'lgani uchun bo'lsa kerak. Yo, boshdan shunaqa qilingan. Eski sandiqlar. Mana bu mahallani qaranglar. Eshiklarini qaranglar. Qanaqa chiroyli. Voy. Toshkent eski shahar, Laylik Qondi masjidi. Eski shahar, Zarqaynar ko'chasi.
Bedanami? Bu qanaqa? Toshkent eski shahar Hazrati Imom maqbarasi. Mavzoley ichiga kirib ko'rmoqchi edim, lekin restavratsiyaga yopilgan ekan vaqtincha. Mart oyida ochilar ekan. Shu bilan 2,5 kunlik safar o'z yakuniga yetdi. Toshkent juda ham yoqdi, lekin uyni sog'indim. Bugun ko'p joylarni peshqom yurdim, oyog'im juda og'ridi. Uyni sog'indim. 1 soatlarda где-то uyga uchamiz. Где-то 20 daqiqa задержка. Umr oqmas bir tekisda tek, kimlarnidir hasrat yengadir. Men toparman, eller yutmaydi tu g'alaba. Sendiki bil, o'zingga ishonsang agar. Xo'sh, endi boray. Darrov. Ha. Bugungi kun uchun minnatdorman. Men sizdan minnatdorman. Men bugungi kundek hech qachon baxtiyor bo'lmaganman. Xayrlashkim kelmayapti. Qo'ying Said.